Şu baytadım, bu meni qutqizib, shu jarayon tunishib qoldik-da. Bu qizil baxmaq nimadan tezdi? Cho'ng turkumni bir rasm yasab bersan. Ammo ma ishlar sen bilan mendan boshqa hech kim uqtamsa, tushundingmi? Tushundim aka. Ya, fikam bu nima kirishtirdim sen? Men bular to'y rasm kirishtirib berdim-dan, bu qo'lni tutqizib, mang'uzib qo'ysang, bu qanday xato tushunda? Ko'zlaring chek-chek ketibdi, demang. Mang'uman masalalarini obdan topshirib bergan, men sandaq bilan. Men sanga bergan yuragimni gapni bir deb olay. Sen unda mening o'zimni tugadigan bunda ishlarni qilma. Meni xaf qilma, jinim bolam. Mening o'g'limga o'xshash jamiyatda bir erkakdek, bir yigitdek yashag'ina men xo'julay senda. Bundaq meynat mashinang bor, o ochang chiqirib ol bildingmi? Mening ocham yo'q qara. Nima bu ko'p kunduz bir qiz olib ozaq yursa? Sen kim o? Men Qadi. Men kim o? Voy, sen kim bo'lsang, nimchatig'ima va adash. Rasmdan qanday kirishtirdi? Hozir fan texnikaning kuchiga sal qarg'ilib bo'lmaydi. Siz ko'p o'qigan odam. Men nima deb tushunasiz, ha? Ha, keldingizmi? Niçin geldiniz? Dadam sizin için tapılgan. Qanday yardımım gerek? Maaş bittik. Bana hiç qanday yardım gerek emas. Lekin men şirket ishlaydigan bir odam kerak. Dadamdan anlasam, siz şirketning ishlari tas yetishmay o'tibsiz. Shunga men sizga yordamlashgudakman. Shunda bo'lgandan keyin men yordam qildigan ishdi, ha? Unda deysingizmi mayli. Unda bo'lsa sex tushib, sex ishlashni xohlamsiz yoki shirkatning ichida ishlashni tanlamsiz? Sizning bu savolingizni ichida C yoki D deb tanlash yo'qmi? Qiziq bo'lasiz. Bu ya imtihon maydoni bo'lmasa, siz shirkat ishlash bilan sex tushib ishlashdan birini tanlasangiz ham bo'ldi-ku. Undaqmi qilay. Sizning bu savolingizga C tanlashdan birini qo'shib qo'y, ha? Ya'ni tanlov vaziri, oshxona, restoran, sirtlik to'ptaqtish vaziri deganlarga setish xizmati olsin. Mencha mush tanlashni tanladim. Aras, dadamga mening mush fikrimni astoydil yetkazib qo'ying. Anandan keyin mening mush fikrim bo'yicha ish qilib ketganimni eslatib qo'yasiz. Bundan maqsad ben direktorga imdab javob berma. Ben bunda almaqmasam, meni yo'lab pastga tushib qo'yapsiz, ha? Hay, hech bo'lmadi deganda bayam degan planlaringiz bir yezib chiqsangiz, shuni qarta direktor bilan mening tasdiqimdan o'tgandan so'rashingiz qilsangiz bo'ldi emasmi? Men qara. Men faqat imtihon vaqtida anandan keyin bir qiz oshiq bo'lgan vaqtimda xat yozdim. Boshqa vaqt xat yozish mening prinsipim tushmaydi. Siz eng yaxshisi men degan ishlarni obdan yozib, mening tasdiqimdan anandan keyin dadamning tasdiqida o'tkazib, ishlarni obdan qilib. Bunda ahmas ishlar bilan mening tas xo'shamman. Xo'sh. İmran Noçuğu bu, qaysi shamal uchatib keldi? Seni izlab keldim-ku. Jo'shqan parançay. Şeyda, ishxonangiz ishlatib turay. Bir şirketning direktorining o'g'li qanchalik bola ketyapti-mi? Voy, o'zing chiqib ishxonam yo'q bo'l ekansan-ku, texa. Ma zavod meni
Xohlasam mashxonaga, xohlasam yana bir ishxona boshlayman. Men degan Soyibxon, sen degan mehmon. Soyibxon mehmonning hurmatini qilganligini biladigansan. Qara. Meni sen bilan jiq maslahatlashib o'tirgan vaqtim yo'q. Men sana degan bir masalani deb qo'yg'ili keldim. Men Nargizani yaxshi ko'raman. Bundan keyin uning keyniga kirmayman. Tushundingmi? Men qara, men bu yosh kaychi bog'o, dadamning aniqil, maniqil deb baq. Sen men buyruq soqida kim aysa, qo'g'lashqim kelsa, qo'g'lashiman. Tutqim kelsa Nargizani ustidan ili, ananikin qo'limda. Tushundingmi? Men sana bir ishni eskartib qo'yay. O't o'ynama. Tushundingmi? O't? Men qo'y kalaydigan o'chab nima aytgansan? Va seni o'qigan xili bir narsa uqdigan bo'lsam, bir daltimni nima? Men sana o't tutishib ketmisan deyapman. Sen aytgan nashtanga men Hindiston kinolarini jiq ko'rolmagansan. Uydagilaringga ayt, men qizil olmaning unida kokchina yiqib, ustidan tuxumni men quvvatlab bersan. Un kerak bo'lsa, bir xalq bersammi bo'ldi. Ko'zingga qalanda ko'rinib qoldimmi? Ha? Ana formulayni tushmayapman-da. Ya nimanda adam zerik turdigan nimisan? Zerikdingmi? Zerikkan bo'lsang o'tira. Fayzin akşamda ikkisi var, sen aytib beraman. Men sana bir ishni topilg'ili keldim, tushundingmi? Senin qo'lingdan odam qo'rqitish, qizlar po'xirlik qilishdan boshqa nima ish keldi seni? Voy, meni qo'limda bir yanasan-ku? Ha, men shu. Ha? Men bilan etishdan boshqa ishing yo'qmi sening? Men siri chiqib so'qishaylash chuga. Voy, siri chiqsam meni urdi. Adash deb qo'y. Va ikkan bir jangalni degan-a? Ben sana işini tapılavatını. Tushundingmi? Halal kerak qolmay, ha? Voy, chiqay, adashma. Ya, kelmayman. Chiqar mana. Sen mutazi çapıqını alım deb ko'zini qariq qilgan birini bo'lib qopsizmi? Buni qanday taniysan? Voy, tuniga yo'q qilamish chiqarilib tas qoldim deyman. Gap ketdilar. Bir ash bilan kelganmi ya? Hayma o'tib ketayotgach, uyda un tugabkasini yo'qlab chiqtay deb kirishim. Ey, yomon nima ekan bu? Diqqat qildingmi? Asirmigina. Atdarchilik qilasan, meni urib ketmisan. Ana o'sa diqqat qildingmi? So'qish bo'ldingizmi? Men urushmadim, boshqalar kelib, sizning ishxonangizni so'qashdi. Ha, bunda deylik. Direktordan kilg'aloq deb qoldik. Eng yaxshisi sex tushib, bug'doylarning falan ko'sib chiqsangiz ulandiki. Sizning dastingizdan men gap qolmay yana. Bir buyruqchi yo'qatsam, yana bir buyruqchi keldachim siqib. Men sizga yaxshi bo'lsin deyapman. Atgan direktor og'ich toplab deganti menga. Menga bir buyruq so'qmagan siz. Biroq, Yaxshi dedim. Jirashqan chiqaylik. Ey, men Japan mushaqqatdan ancha-muncha ta'min ketib baq. Sen kirgilda 5 minut bo'lmadi. Chidimidingmi? Voy, sango gap teppagilar olmay ekan dedi. Voy, Nargiza. Sizning kim bo'lishingizga qat'iy nazar, men sizga deb qo'yay. O'g'limni yuraqroq turing. Biz ko'rdigan kuningizni ko'rsatma. Nima deysan? Mana ishqini qilib qarangsiz emas.
Ey, şunun qaraganda mı senin netijen çıqa alatdimi? Senin muş kadr boğun yok oxşamam da. Onunla imtihanın neticesi çıkıp bakson. Ananınki bir narsa dememdi. Bu netijen qachon chiqdi ki? 10-20 kunga chiqamiki. Muş 10-20 kunga chiqamiki deb 10-20 kunga chiqsa sen mesela lag'aylab yursadingina. Qara dada. Mening planimni şey desan deb turdi. Men bugun zavod, sex hammasini aylanib chiqdim. Bu yer men qig'idek zarrachilik xizmat yo'q emasmi? Ey balam, mushunchalar yo'g'on zavoddan sen qildigan biror ish chiqmadimi? To'la gap qilmay, mening bunda ishni qig'im yo'qmi degina va yo'q gapni qilgan narsaga sabab. Qara dada, men degan texi yosh. Mening ya baqilgan kalam yo'q. Ya o'd xotinim yo'q. Men yoshlikdan payzan surgil qo'ymamiz deyman. Unda xotinni birini olmamsan. Xotin? Ha? Voy, men o qizga tek yurish taklifini qo'ymagan tursam, qandaysa to'y qilish taklif qo'yman. Ey, sen qaqiz o'g'lin gibini qotsa, ha? Nargizaning? Nargiza? Men sana dedim-ku balam, o qiz bola bizga mos kelmaydi, bizning oilamiz to'g'ri kelmaydi, bo'lmaydi dedim-ku. Men sana vaqo Shahida deb bir qiz bola bor. Shuni tanishtirman. Uning bo'y turqi, hamma tarafi o'qigan sang shunchalik mos keldiki balam, meni gapimni kira ash qiz bolani olsa-chimi? Qaysi Shahidan deysa, sening katman Shahidan demayapsan. Ha, bila bilgansan-mi? Ha, shu qiz bola shu. Dada, hozir sening davring o'tib ketdi deyman. Yoshlarning to'yini cho'nglab bekitib bermaydi hozir. Ko'larning bir hikmati bor. Bir yaxshiga bir yomon, bir egizga bir paka, birsimizga bir o'roq deb. Shayda bilan ikkalarning bo'yim o'xshaydi, o'rqsimizligimiz o'xshaydi, yaxshiligimiz o'xshaydi. Bunda bo'lgandan keyin bu hikmatlar man kelgan chaqda o'zgarib ketsa qanday bo'ldi deyman. Ey, sen bu qay hikmatni gapini qilsa balam. Ha, to'l beshimni og'ritmag'ina. Men degan ishni qilasan. Dada, men sana deya. Bu ko'ngil degan bag'u beray deb belgilanmaydigan, alay deb og'ilolmaydigan, shakllantiray deb shakllantirilolmaydigan narsa. Bu ko'ngil degan bag'u meni kontrol qilgan bosh qo'mondan bu. Ey, bo'ldi. Men to'g'ri dars o'tmayna, balam, men to'g'ri dars o'tmagina. Senmi bag'u? Apang ikkimizning ko'ngil mevisi. Voy dada, unda bo'lgandan keyin sen mening ko'ngil mevlarimga aptab tushiryapsan, mening ko'ngil mevlarim qurib ketmamdi deyman. Voy, baldiqlar to'la gapmay. To'la gapni beshimni qaytarib etding ha, yo'q gap qil. Qo'pa o'rningdan. Ha, bu yer o'tag'an gap qolgan bo'lsa, vaqt soat kelganda o'tirsa, qo'pa o'rningdan. Ha, chiqib ishini qil. Ha, Shahida bo'lgan ishlarni vaqo, hammani qil. Balam, mush yariyani vaqo, Shahidagimda diqqat qil. Sap qol, ha? Nargiza yaxshi deyman dada. Men sana deb qo'yay, o qiz bola bo'lmaydi deganki bo'lmaydi. Sen cho'nglarni gapib kel. Kim pushmon qilib qolsa, men tunishtirgan qiz bola sen bilan sap-sapaqa bak isi, san bak mos keldi. Men bilan shu ishni qilaman. Voy, sen bir o'ylab boqsan bo'lmamdi deyman. Biz ma cho'nglar vaqo 10 o'ylab bir pishimiz. Ma cho'nglarning gapiga ker balam. Kelgusida ziyon topmaysa, bizning o'ylagan yerlarimiz jiq. Biz deganda qira jinim bola, mening gapim kira. Agar gapim kirmasa, men seni ochiqlab qolma. Oldi mening gapimni. Voy. Ha, bo'l, ochiqlanma. Ochiqlansa vaqo yurak qo'zg'aldi. Yurak degan bog'i bu ko'ngil xo'shlikni xohlaydi emasmi? Sen bog'i dada, go'zal ishlarni, Nargizlar bilan ishlarning to'y kunini xiyol qilib o'tirib, chiqarib qo'y. Ma, chiqa. Özgənləri qayan oğlum deb başlarım qabirdə gəlsin. Vurulları sunsam elkən yigitim oğlum üçündə. Özgənləri qayan oğlum deb başlarım qabirdə gəlsin. So'rlar qandoq? Yomon emas qol. Qachon ishdan tushsiz? Buyangi savdo taxi 1,5 ming yetkidek bo'lmadi. Ishdan tushsam bo'lmaydi. Oy, buncha pul qashligidek nim lozim sizga? Siz lozim. Siz ham 500 qo'y pulingizni setib olayman deb o'ylab qopsizda. Uxlamay tush ko'ribsiz. Qarang, muhabbat degan bag'u bahosiz bo'ldi. Birsini yaxshi ko'rsam, bir burdan non, bir stakan qahva, hatto chin yurakdan chiqqan bir eg'iz so'zmi? Kifoya. Bak romantik ekansiz kelishga edi. Albatta, bu eshakni yaxshi ko'rsang, qo'tan kirmay amaling yo'q. Chorshachini yaxshi ko'rsang, do'konga deb ekan.
Bir yarım ming soat qilishingizga yetadigan-da. Undaq bununla nima setib olmoqchi? Sizning 1 soat vaqtingizda. O'lim oldidagi bemordek javob berdingizmi gapimga? Albatta, siz mening aholatli farishtam. Siz doktor, men bemor. Sizning vaqtingiz men uchun eng qimmatli dori. Pulingizni e'lon do'kon taqayman. Hey, undaq qilsak, belgilangan so'mmaga yetmasa, opangiz tillaydigan-da. Undaq bo'lsa, bir narsa setib oling. Eng qimmat narsangizdan. Un, yağ, guruch. Her aspek bo'lmasa, qizil olmaning unlardan un xil setib olamsiz ya. Qizil olmaning unlarda? Ha. Bizning qizil olma shirkatimizga beraman, men sizga 50 xalta beray. Nima? Qizil olma shirkatlarininmi? Albatta. Bu do'konimizda eng qimmat narsa qarasam, bu soat o'xshaydi. Men soat nima? Bu soat 8 qo'yjimi? Yilg'on 800 qo'ygan, 800 ming qo'yasizmi? Ha, uchirkim bor. Ortiq berib qaytarsangiz bo'ladi. Ma'uni men taqay. Ma'uni siz taqang. Nima ish qilib bunday qilsiz? Chunki sizni yaxshi ko'rgan do'stlar. Bitab bering. Mende adam talashqidek oldim. Yangzang va? Adama qizingizimiz ko'p kunizda do'konni taqab, o'g'illar bilan tamoqqa mangdi. Do'kon taqaldi. Xabarda o'ptilar, jima?